Uyimni olasizmi? Ha, olaman. Kelavering unda uydan oldiga, keyin gaplashib olamiz. Ha, boryapman. Anig'ini keng. Pulingizni olib keling. Hop. Yoningizda. Joyida beraman. Yo, barchaga xayyor, sizlar bilan men Tunjon. Bugungi videoda biz uyimizni sotyapmiz. Qandaydir biznes qilishimiz kerak. Shuning uchun uyimizni sotib, oddiyroq uy olib, keyin uyimizni bir arzor qilaylik. Mana uyim ana shu joyda bo'ladi. Uyda hech balo yo'q, tayinli. Mayli. Mebellar bilan beryapman. $20,000 ga. O'zi normalniy uy. Tak. Bitta tualet shart emas bu. Hozir kelish kerak, kutamiz uni. Kelishini kutamiz. Qishloq tarafdan kelish kerak. Kelmaydi voy. U ona ko'rindi. Kelyapti. Assalomu alaykum, Jitil. Salom. Senga pulni beraman. Joyda pulni beraver. O ana. Taxta sana chiqaman. Yana bir istak. Ha, to'g'ri. Bo'ldi. Narsalarni olib Men senga ketaver. uyda keldi. Men kaltini beraver. Ya, uzra. To'g'roq ber. Narsalarni olib ketaver. Men hozir ko'chib kelaman. Bo'pti, men ketdim. Uyimdan narsam olmayman. Hech qanaqa narsam yo'q baribir. Bo'pti. Valla men men ana uy olishim kerak. Magazin mayli. Mayli. Do'stimga telefon qilishim kerak unga. Alo. Jigar, menga uy bilan uy kerak, Oddiyroq bo'lsa ham arzonroqqa topib bera olasanmi? Aha, o'sha yerdami? Boraman hozir. Bo'pti. Valla men sal uzoqroqda dedi uyni. O'sha yerga boramiz. Давайте. Давайте. Yuguramiz. Yugurish sog'liqqa foydada, bratanlar. Davay, yuguramiz. Do'stim. Sal uzoqroqda ekan uyi. Assalomu alaykum, Noshtaga. Menga uy kerak edi. Bu arzonroqqa, oddiyroq. Senga zo'r bor ukam. Ha, bo'pti, ketdik, yuring. Yo'l boshlang. Uyga. Shoshilma, boramizda. Yurmaysizmi? Yomon shoshiltirding-da. Onang ketishini to'g'ri bo'lib turib shunaqa yugurib. Tog'a, mana shu uymi? Qani ko'raylikchi. Ko'rchuydi. Hozir to'xtang, men ko'rib chiqayin. Bag bo'lib qoldi. Davay. $5,000, $4,000 deyapti. Normalniy uy. Arziz. Oladigan bo'lsang ol. Meni bitta magazinam bor atak. Hozir sal nariroqda. Hozir boraman. Oldiga ko'rayim. Ko'rasan buni ham? Ko'raylikchi magaziningizni? Davay, yuring, boshlang. Yo'l. Ketishdi qaranglar. Vashchi zo'r tog'a ekanlar. Ayrilib ketdi, shu magazin bo'lsa kerak. Ana. Voy. Qancha deyapsiz? $8,000. Normalniy, lekin narx. Ikkasini ham olishim mumkin hozir. Hakras biznes qilmoqchi edim. Bag bo'lyapti. Biznes qilmoqchi edim. Ikkalasini ham olaman, tog'a. Hozir meni qilib ketish kerak edi. Men ham pulni beraman. Tog'a, hozir ketyapman. Tog'a, bering kaliti. Avval uyga kalitini bering. Ana uyga kaliti. Mana sizga ana tushdim. Mana hozir sizga pulni beraman.
kelishganimizdek 18 ming. 18 mingmi? Yo'q, 12 ming dollar. Bo'pti tog'a. Men boy edim. Endi uyimizga kiramiz. Uyimiz qanaqa ekan? Ko'rish kerak. Qani? O ana kalit. Давайте. Yaxshi ishlarmikan o'zi? Normal ishlar ekan. Svidrlik normalmi? Yaxshi ishlayapti, zo'r. Endi ichida nimalar bor ekan? Yo'q, hech balo yo'q. Va yo'q. Biz magazinimiz bor edi-yu. Endi nima qilamiz? Magazin. Hozir boraymi ekan? Qanaqa ekan? Yumshoq bo'lsa mazza bo'lardi. Chiqib ko'rishga do'stiga. Normal, yani ular kiraveradi. Magazin. Mayli, boray magazinga. Ko'taryapti, normalmi? Bir ko'rib chiqay. Endi nima qilaman? Yo'q, bolalar. Meni magazinim bor edi-yu, ko'rishim kerak. Yuraman. Ana magazin. Endi bir magazinimizni ko'ramiz. Voy, lekin bug bo'lib qoldimi, davay. Voy, buni to'g'irlash kerak edi. Hozir o'rtog'imga aytishim kerak. Yomon emas. Davaychi, endi do'stim. Alo, do'stim. Qalaysan? Men uy bilan magazin oldim o'sha Noshitog'onim. Uyi ham, magazini ham bor ekan. Yaxshimi axir? Ha, yaxshi ekan, umuman zo'r. Magazin katta, lekin sal o'rgimchak bosib boshqacha ishlar bor ekan, shunisi yomon ekan. Normalniy uy bilan magazin. Unda magazinga kerak bo'ladigan narsalarni olib kelib beraman senga. Aniqmi axir? Unda kelur uyga. Olib kelib berasan. Keyin qancha bo'lganini ayt. Bo'pti. Endi uyimizga kiramiz. Do'stimni kutamiz endi. Alo, do'stim, senga telefon qilayotgandim. Kelib qoldingmi? Meni ishga chaqirib qoldi. Ana bu birinchi magazin to'g'rida birinchi podyezdga tashib ketdim. Birinchi podyezdam eshitgandim. Ana ko'rindi. Ana narsa vashi. Qancha pul berar ekan unga? Mayli, ketdik. Yuraveraylik. Ko'p narsa olibdi atak. Vashi narsalar hozir uyni tozalab chiqishga kirka bilan qaytish kerak bo'ladi. Давайте. Давай. 1 2 3 2 ketdi. Normalni bo'ldi hammasi. Endi biza hamma anavilarni qo'yib chiqish kerak, taxtalarni. Voy, buni ishlamayapti-da. Boshqatdan qilib ko'rish kerak. To'g'rilab sal. Sal olish kerak buni. Endi qo'yib ko'rsam ishlash kerak. Давайте. Usamanda meni, bratlar. Bolalar, короче, men ichiga narsalar qo'yib bo'lgandan keyin sizlarga videosini ko'rsatishim kerak. Unga video cho'zilib ketadi. Давайте bo'ldi. Musorga tashlab olarmikan? Yo'q, bolalar, bitta bor edi. Bitta qishloq bor edi. Jitel. Короче, uni oldida u shunaqa o'sha o'rgimchak to'g'ri yana boshqa narsalarni olish kerak edi. Davay o'shani oldiga.
jitel qarasam. Mana senga. Ana, Endi buni pul qilib ber. Ha, bo'pti. Chiqib tur sen 1 minutga. Hop, bo'pti. Kutib turaman. Bo'ldi. Bo'ldimi? Bu qopti. 97 dollar bo'lganda 100 dollar qilib berdim. Rahmat. Bolalar yo'q joydan 100 dollar ishlab oldik. Yo, bolalar, endi men uyda magazinda bitirib olib, sizlarga videosini ko'rsataman. Давайте. Magazin bitdi, endi ko'ringlar. 1 2 3 Hozir kirib ko'ramiz. Давайте. Ko'ringlar, ana anta sut bilan kolan qo'yib qo'ydim. 1 2 3 2 Mana bolalar garajim. Narxlarini 20 dollar olmalar. Kanallarda esa 40 dollardan. Bular ham 20 dollar. Baliq 30 dollar. Sabzi esa bu yoqdagi 30 dollar. Bolalar, endi kola 10 dollar, sut 5 dollar. Men bu yoqqa sandiqqa qo'yib qo'ydim. Kola bilan sutni, ana. Kolani ko'proq olibdi, shunga qo'yib qo'ydim. Mana bu yoqda esa orqa eshikdan uyimni oldiga bemalol boraman. Shunga vaqti zo'r joy yopdi. Xursandman lekin, eshik yopilmayapti. Buni ochib, keyin buni tepaga qish kerak. Ana bo'ldi. Bolalar, endi bir biznesni kuchaytirish uchun kanalga obuna bo'lamiz. Videoga like bosamiz. Bolalar, keyingi qism chiqishi uchun kanalga obuna bo'lib, videoga like bossanglar, keyingi qismni chiqaraman. Addushi, rahmat.